Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hürmetli qarindoshlar, bugün Allah Taala'nın El-Qavi, yani güçlük degan ismi haqida tafakkur qilamiz. Allah Taala'nın El-Qavi degan ismi Qur'on Kerimda 9 o'rinda kelgan. İnnallaha qaviyyun şedidul iqab. İnne rabbeke huvel qaviyyul aziz. İnnallaha huver razzaqu zul kuvvetil metin. Qatarlıq ayetler şularning cümlesidir. El-Qavi Allah Taala'nın mutlak kuch qudratga ega, hech narsadan ojiz kelmaydigan, kuch quvvati xurab ketmaydigan eng kuchli zot ekanligini ifodalaydi. Allah Taala hammadan kuchlikdir. Mutlaq kuch-quvvat egisi bo'lgan, bandalariga ojizlikdan iborat sifatni ato qilgan va ularga cheksiz mehr shafqati bilan muomala qiladigan ulug' Robbimizga shukrlar bo'lsin. Allah Taala insonni o'ziga iltijo qilsin deb ashundoq ojiz yaratganki, insonning ojizligi kasal bo'lganda, yo'qsullikda qolganda, kuchliklar tarafidan ezilganda, buzaq qilinganda, chorasiz qolganda o'zini ko'rsatadi. Şu çağda ular özlerinin Allah Taalaga bo'lgan haqiqiy muhtojligini his qiladi va uningga iltijo qiladi. Chunki insonlarning Allah Taalaga bo'lgan muhtojligi mangulik va tabiiy muhtojlik. Ular Allah Taaladan qat'iy behojat bo'la olmaydi. Allah Taala o'zining cheksiz qudrati va tangdoshsiz mehr shafqati bilan ojizlarga yordam qiladi, kasallarga shifolik beradi, muhtojlarga beradi, zolimlarni jazolaydi. Robbimizning ilohiy qudrati oldida dunyoning kuchliklari ojiz, ulug'ligi oldida barliq mutakabbirlar bechora, adolati oldida jimi zolimlar xor va rezildir. Allah Taala ularni jazolamoqchi bo'lsa, eng kichik hasharotni avatib yoki oddiy bir kasalga duchor qilib va yoki tuyuqsiz halok qiladi. Chunki u hammaga qodirdir. Barcha kuch-quvvat Allah Taoladan keladi. Allah Taala o'zidan yordam tilgan bandlarga yordam beradi. Kuch-quvvat so'rg'anlarga kuch-quvvat beradi. Musulmonlar uning yordami va madad berishi bilan din va dunyolik ishlarini joyida ado qiladi va hayotdagi barliq majburiyatlarini o'rindaydi. Şuna biz hamisha la havla va la quvvata illa billah. Har qanday kuch-quvvat faqat Allohning yordami bilan keladi degan kalimani chin e'tiqodimiz bilan o'qiymiz. Kasallikmi ojizlikdir. Har qancha kuchli insonmi o'zining ojizligini ko'rmoqchi bo'lsa, kasallarning ahvoliga qarasa buni biladi. Chunki oddiy bir kasallikmi insonga o'zining ojizligini bildirib qo'ydigan eng kuchli pand nasihatdir. Amaviylar xalifaligining xalifasi Sulaymon ibn Abdulmalik Osiyo, Afrika va Yevropadan iborat 3 qit'ada qudrati va hayvisi bilan tanilgan eng shon-shavkatli podshoh edi. U o'zining podshohlik qasrini Iroqlarda qo'yib, uzun safarga chiqqan bir kuni qattiq kasalga giribdor bo'ldi. Gerçi yenidagi tabiblar qo'lidan kelgan choralarni qilgan bo'lsa-mu, ularning dorilari manfaat qilmaydi. Poytaxtga qaytish uchun oz deganda 2 oylik musofa bor edi. Podshoh bir oqshimi shu qattiq kasallik holatida askarlarni ko'zdan kechirishga chiqdi. Ko'z yetmagudek uzun saplarga tizilgan askarlarni va o'zining saltanatining nihoyat cho'ngligini ko'rib turib, shu topda o'zining intayin chorasiz holga tushib qolganligini, kasalni davolatolmagudek darajada ojiz ekanligini his qildi. Ondan osmonga qarab, 2 qo'lini ko'tarib, intayin bechoralik bilan "Ey podshohligi, mangu yo'qolmaydigan qudratli egam, mendek podshohligi zaval tapqan aciz bendege rahim qilgaysan deb iltijo qildi va oilasidan, hashamatlik ordusidan yiroq bir joyda kichik bir chedirining ichida hasrat bilan olamdan o'tdi.
quli hammala yerga yetadigan, bir farmon bilanla har qanday ishni bir taraf qilib o'tadigan shon shavkatlik podshoh Sulaymon ibn Abdulaziz o'zining bundoq chorasiz qolganligini, kesiliga dori topolmaydiganligini va oxirgi nafsini cho'l jaziradagi bir chedirda beradiganligini bilmaydi. Abbasiylar xalifaligining xalifasi Harun Rashid kuch qudrati va adolati bilan tunilgan katta podshohlarning biri edi. O bir kuni Bag'doddagi qasrisida oxirgi kunlarini yashayotdi. Tini ojizlab ketgan, kesili og'irlashgan shu lahzalarda qasrining orqasidagi daryo bo'yida bir dehqonning xushalliqdan naqshi aytib turib kir yuvayotganligiga qarab hasrat bilan kashki podshohlik deganni bilmagan bo'lsam, ashu dehqondak oddiy bir odam bo'lib birer kun bo'lsa g'amsiz yashab olgan bo'lsam deydi va uzun o'tmay nafas uzidi. Inson ana shundoq ojiz maxluq. U oddiy kasalga bardoshlik berolmaydi. İnsan ba'zida pashig'imi kuchi yetmay qoladi. Allah Taala xolisa mutakabbirlarni eng oddiy hasharat bilan muhallaq qiladi. O'zini kuchlik sanaganlarni eng ojiz holatlarga tushirib yo'q qiladi. Allah Taolaning bunday qilishi ojizlarning kuch-quvvat faqat Allah Taolaga xosligini, uningdan boshqalarning ojiz va halok bo'lg'ich ekanligini bilish uchundir. Ana uhyi va umitu. Menmu tildiraleyman, öldüraleyman deb ko'ranlagan Namrudning burnidan kirgan bir pasha uning mingisiga yetib berib, uni eng qattiq azoblar bilan azoblab o'ldirdi. Pasha uning mingisida turmasdan harakat qilish orqali uningga dunyoning eng qattiq azobini tetitdi. Namrud og'riqqa chiday olmay, o'zining oyoq kiyimi bilan, ya'ni oyog'i bilan o'zining beshiga urib zidi qilib etdi. Va shu azobdan qutula olmay o'ldi. Agar u Rasululloh tirildirishga va o'ldirishga qodir bo'lgan bo'lsa edi, avval mingisini azoblayotgan ashu pashini o'ldirgan va o'zini o'limdan qutqizib qolgan bo'lar edi. Lekin qilolmadi. Mutakabbirlarning jazosi ibratlik bo'ladi. O'zini Misrliklarning ilohi sanab, ana robbukumul a'la, men sizlarning eng yuqori martabalik Robbinglar bo'laman degan Fir'avnni Alloh taolo ta qiyomatgacha butun insoniyatga ibrat bo'ladigan shaklda jazoladi. Fir'avn bir kuni o'zining vaziri Hamonga ya Haman ibni li sarhal la'alli ablugul asbaba as-samawati fa attala ila Musa. Haman, sen bana bir igiz munar yasıgın. Onun bilen men yollarga, yani asmanның yollarga oluşup Musa'nın ilahini bir kürey. Dep Musa aleyhisselamның Rabbimiz erişinin üstüde degan sözünü mesxir kılgan. Ve iyi kavmim, Mısır'ның padişahlığı astımdan ekip turgan bu derya mening emasmi? Degan edi. Allah Taala onu mening deb da'vo qilgan ashu suda g'arq qilish orqali jazoladi va jasadini kinki mutakabbirlarga dars bo'lsin uchun saqlab qo'ydi. Demak, o'zini iloh deb e'lon qilgan va ostidan oqqan daryo suvi bilan ko'ranglagan zolim suda g'arq bo'ldi. O'zini tildirguchi va o'ltirguchi deb sanagan hakovurni bir pasha o'ltirdi. Mal dünyasını öz ilmi ve iktidarı bilen tapqanlığını dava qılgan bexil bayni mal dünyası bilen yerge kömtürüp etdi. Allah öldü degan safsatini yazgan Germaniyalik faylasuf Friedrich aqlidan ezib rasmiy sarang bo'lib, saranglar doktorxonasidan doktorxonaga yo'tkilib yurib, eng oxiri xorlik va razillik ichida o'ldi. Allah Taala zalimlarni ve haddidan oshganlarni jazolashga hergiz aldırab ketmaydi. Haman bir kuni ibretlik jazolaydi. Jazolagandimi tulumi qattiq jazolaydi. Biz ishlarning oqibatini ve Allah Taala'nın hikmetini bilmaymiz. Şuna aldırab ketmasligimiz ve Rabbimizning adolatiga tamamen ishonishimiz lazım.
Allah Taala kuchliklarning kuchligidir. Men Saudiya Arabistondagi vaqtimda bir ulamoning leksiyasidan monolarni anglagan edim. Ma'lum bir mahallada nihoyat beslik ve kuchli bir odam bor edi. Kishilar uning tishig'i tegib qo'yishdan ehtiyot qilardi. Bir kuni qo'shnilaridan biri uningga o'ttir yoshlik bir qo'shnisini ko'rsatib turib, bu odam siz uyingizda yo'q vaqtlarda o'g'zisidan sizning ho'ylingizga qaraydi va oilangizdagi nomahramga ko'z tikidi deydi. Tabiiyki bu yolg'on tuhmat edi. Buni degan odam heliqi qo'shnisidan o'ch elish uchun yolg'ondan shundoq degan. Lekin uy egasi bu gapni anglab qattiq g'azablandi va heliqi qo'shnisining oqisidan izlab yurib uni tapidi va qattiq urdi. Urgandimi shafqatsizlarcha urdi. Tayoq yegan odam tayoq zarbasi bilanmi yoki izog'i chidayolmaymi, xuddi kichik boladakla yig'lab ketdi. Tayoq uningga bakmo ig'ir keldi. Shuningdek u darhol masjidga yo'l oldi. Tahoratni komil ilib namozga turdi. Masjidda to'liq amonlikni va xotirjamlikni topidi, ko'nglini sagitidi. Namoz tugaganga qadar yig'lab chiqdi. Hatto sajda qilgan joyini ho'l qilib o'tdi. Bütün derdini Allah Taolaga tüküdü. Ey Rabbim, sen kuchliklarning kuchligisan, mening intiqomimni ilib ber deb iltijo qildi. Uning gunohsiz turuqliq insonlarning oldida tayoq yeganligi ve bedenining hamma yeri chiqib etgandek og'rib ketganligi uningga bakmo ig'ir kelgan va Alloh taolaga dardini to'kkan edi. Shuningdan keyin so'ralgan holda asta uyga yetib keldi. Nomusdan hech kimga ko'ringisi va hech kimga gap qilg'isi kelmaydi. Uyda yetib qattiq o'yga cho'kdi. Zulmning nima ekanligini, ojizlikning qandoq bo'lganligini, chorasizlikning qandoq ekanligini to'liq ma'nosi bilan his qildi va tushunadi. Ertasi namoz bomdodning oldida uning aksi xabar yetkazgili keldi. U nima xabar ekan deganda, uni kuchining ko'chining o'ttirisida bulishiga urgan heliqi kuchlikning o'lim xabari edi. Ya'ni u odamni urgan kuchlik shu kechasi o'lib ketgan. Kuchliklarning kuchligi bo'lgan Alloh taolo shu vaqtda hammani ko'rib turardi. Tayoq yeguchining nola faryodini va duosini anglab turardi. Uning gunohsiz ekanligini bilib turardi. Zulm avjiga chiqqanda Saudiya Arabistondagi bir xizmatdoshim Tabuk rayonida yuz bergan bir voqealikni bayon qilib mundaq degan edi. Singlim homildor edi. Bir kuni u yo'ldoshi bilan o'zining mashinasida sirtqa chiqqan. Qizil chiroqda to'xtab turganda qarshi tarafdan nihoyat tiz haydab kelgan, o'zining xudini yo'qotgan bir yosh ularning avtomobilga qattiq urildi. Voqeada singlim qazo topdi. Qazoda heliqi yosh %100 sababkor edi. Bir qancha kundan keyin sud bo'ldi. Sudga heliqi yosh bir guvohchini elib kelgan bo'lib, guvohchi yolg'ondan necha qatim qasamlarni ichib, singlimning yo'ldishini qazoning sababkori qilib ko'rsatdi. Sudchi bu ahvolga qarab, sudni bir hafta kechiktirib e'lon qilganligini bildirdi. Bu nahaqchilikdan bütün aile a'zolarimiz qattiq bearam bo'ldi. Oxir hammamiz aşı kechini duo bilan o'tkazishni, dardimizni Alloh taolaga yetkazishni qaror qildik. Alloh taolaga bütün dardimizni aytdik. Sud bo'lgan kunning oldingi kechisimi hech birimiz uxlamadik. Kechini duo bilan o'tkazdik. Ertasi sudga borsak, heliqi yosh sudchining oldida qazoda xatolik o'zida ekanligini e'tirof qildi va o'zining jazoga loyiq ekanligini bildirdi. Hammamiz hayron qoldik. Sudchi uningdan nima uchun sen o'tgan haftada yolg'on aytib, yolg'on guvohchini keltirib, o'zingni aqlashga tirishgan eding. Endi bugun to'g'risini e'tirof qilganligingni men tushuna olmay qoldim. Bu nima gap deganda
u yosh men burun keltirgan guvohchi kecha o'ldi dedi. Hammamiz sukut ichida qoldik. Ondan sotchi oxirgi qarorini chiqardi va haliqi yoshni turmaga elib ketdi. Alloh taolo ojizlarga yer uylak bo'ladi. Bir ulama hikoya qiladi-ki, 20 yoshlardagi bir qiz yigiti bilan yomg'irliq bir kunda tar ko'chada ketib boradi. Yenidan o'tib ketayotgan odamlarning biri tezroq mangan ekan, uning oyoq tevishidan o'rlagan paskini suv qizning kiyimiga chachab ketdi. Qiz qattiq achchiqlanib ketdi va yigitiga u odamning ustidan dardlanadi, ya'ni shikoyat qildi. Yigit qizning oldida o'zining kuchini bir ko'rsatkisi kelib qoladi. Shunda qilib heliqa odamning orqasidan yetishib berib, uni qattiq bir musht bilan urib yerga yiqitib o'tdi. Odam u kuchlik yigitga qarab, ichida bir narsalarni deb pichirlab qoldi. Bular qaramay ketib qoldi. Birer soatdan keyin qiz yigiti bilan billa uyga yetib keldi. Uyning bo'sug'isiga kelganda eshikning yuqori tarafi o'rilib, yigitning ustiga tushdi. Yigit shu yerda jon uzdi. Shuning bilan heliqi qiz sotchining oldiga berib, bir odam afsun o'qib, mening yigitimni o'ltiribdi deb tayoq yegan heliqi odam ustidan arz qildi. Sotchi odamni chaqirib akilib, uningdan "Sen qanday qilib u yigitning o'limiga sabab bo'lding?" deb so'raydi. Odam "Men hech ish qilmadim" deb javob berdi. Qiz "U hech ish qilmadi, rost, ammo bir narsalarni deb yigitimga qasd qildi" dedi. Sotchi odamdan "Sen shu chaqda nima degan eding?" deb so'raydi. Odam "Men u chaqda ey kuchliklarning kuchligi bo'lgan Alloh, u menga kuchini ko'rsatdi, senmi uning kuchini ko'rsatgan degan edim" dedi. Sotchi turib ketib qizga qarab, "Siz yigitingizga u odam ustidan arz qilgan ekansiz, yigitingiz u odamni jazolab beribdi. U odammi Rabbiga yigitingiz ustidan arz qilgan ekan, Rabbi yigitingizni jazolab beribdi" deb qizni qaytarib o'tdi. Biz Alloh taolaning Al-Qavi degan ismidan nimalarni o'rganamiz? Alloh taolaning Al-Qavi degan ismidan iymon e'tiqodda, amal ibodatda, tan saqliqda, oilaning mas'uliyatini ado qilishda va bizga topshirilgan vazifani o'rindashda kuchlik bo'lishni, Alloh taolaning kuchlik mu'minni yaxshi ko'radiganligini o'rganamiz. Shuning bilan birlikda mutlaq kuch-quvvat egasi bo'lgan Alloh taoladan yordam tilashni bilib olamiz. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'ldan hech ayirmasin, hidoyatdan ayirmasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.